Hurmatli savodashlar, bugungi hikoyamiz ustoz. Burun nihoyat yiroq bir davlatda atoqli bir bilimli ustoz bo'lib, u qeyrib jon uzish oldida 3 shogirdini chaqirib, "Men o'lgandan keyin sizlar bir yaxshi ustoz topib olinglar. Men uchinglarga 17 ot qoldirib ketaman. Eng cho'ng shogirdim bu otlarning 20 olsin. O'ttiranchisi 3 dan birini olsin. Kenji shogirdim 9 dan birini olsin" deb vasiyat qoldiribdi. Uzun o'tmay u olamdan o'tibdi. Vasiyat bo'yicha bu 17 otni qandoq taqsim qilish to'g'risida iliqi 3 shogirdning beshi qetibdi. Bir necha bilimli kishilarni tepib, bu otlarni adil taqsim qilib qo'yishni o'tinibdi. Biraylan ularga bu otlarni birlikda ishlatishni taklif beribdi. Yana biraylan bu vasiyatnoma kuchga ega emas, chunki otlarni uning aytgani bo'yicha taqsim qilg'ili bo'lmaydi, debdi. Eng oxirida bu 3 shogird izda yana bir bilimli kishini tepibdi. U kishi: "Men sizlarga yana bir ot beraman. Shuning bilan otlar 18 bo'ladi. Shogirdlarning eng cho'ngi bu otlarning yarmini, ya'ni 9 otni oladi. O'ttiranchisi 18 otning 3 dan birini oladi, ya'ni 6 otni oladi. Kenji shogird 9 dan birini, ya'ni 2 otni oladi. 9, 6, 2 ni qo'shsak jami 17 ot bo'ladi. Shunday qilib, men yana o'zimning hiyliq aytimni qaytarib olaman", debdi. Shunday qilib, bu 3 shogird o'zlarining yangi ustozini tepib olibdi.